Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bu mavzu juda bir muhim mavzu. Buni ota-enasi borlar eshitsin. Agar ota-enangiz hayot bo'lsa, siz boy insonsiz. Ularning ovozini eshitish baxt, ularning duosini olish ne'mat, ularning yonida o'tirish esa katta davlatdir. Ota-onangiz hayotligida bir bor mehr-muruvvatingizni ularga ko'rsating. Chunki bu dunyoni qaytar dunyo deydilar. Ko'z ochib yumgunizcha bola chaqalaringizdan o'shanday munosabatni ko'rasiz. Bu qaytar dunyo. Erta-indin telefon qilarman yoki erta-indin ko'rgani borarman deb kechiktirmang. Ana shu ertangi kun bo'lmay qolishligi mumkin. Ularga vaqtingizni ko'proq ajrating. Suhbatlashib o'tiring. Ulardan ko'proq hayot saboqlarini olishga harakat qiling. Bilingki, ular sizni yaxshi ko'radi va tez-tez sog'inadi. Ota-onangiz tez-tez sayohatlar qilgazing. Dunyoni ko'ra turib, sihatgohlarda dam ola turib, sizdek farzandlari borligidan quvonsinlar. Sizlarning haqqalaringga duolar qiladilar. Sizlarga Tangridan uzoq umr, sihat, salomatlik qo'shganlaring bilan qo'sha qarib uzoq yillar hayot kechirishingizni so'rab duo qiladilar. Ular sog' omon sizlardan rozi ekanlar, uylaringizda baraka bo'ladi, balo qazolar nari ketadi. Ey farzand, bugun ota-onangizni quchoqlang. Yaxshi so'zlar ayting, roziligini oling. Zero ota-onani hech kimga boylab bergani yo'q. Jannat ota-onalar oyog'i ostidadir. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Tez kunlarda YouTube kanalimda Hayot Bobo o'g'itlari kanalida parandalarni, jo'jalarni chumaga qarshi vaksinatsiya qilish bo'yicha master-klass yoki o'rgatish, ko'rsatish bo'lib o'tadi. Qo'yib yubormang. Hayot Bobo o'g'itlari kanalimga obuna bo'linglar. Rahmat.